Tak, avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumiz, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz bu o'tgan mavzuni takrorlab olamiz. O'tgan mavzuda biz nima o'tganmiz? Umumiy hisobdagi bozor harakati, ya'ni uzr adashdim, bozor harakati dedim. Bozorni yaralish va bozorni harakatga keltiruvchi omillar haqida ham ozgincha gaplashib o'tgandik. Ikkinchi darsda вообще aytaman, bozor harakatlari, brokerni bu yerda xizmatlari, ozgincha tarixiy nima deydi, ma'lumotlar berishim kerak edi va umumiy hisobdagi pipslar, spreadlar va huquqlar haqidagi ma'lumotlarni berishim kerak edi. Va unga bonus sifatida men shamdollar, time frame'lar va ularning tashkil topishi haqidagi darslikni, pullik kanalimdagi darslikni tekinga tashlab berdim. Sababi kecha dars o'taman deb o'ta olmay qoldim. Mehmon kelganda, to есть o'quvchi kelganda offline kursga uni kutib olishim kerak edi. Uzoq joydan keldi, baribir o'zim tashlab qo'ya olmasdim. Shuning uchun shunaqa holat bo'ldi. Bo'ldi, gapni ko'paytirmaymiz va darsni boshlaymiz. Bugungi mavzu shamdollar, ya'ni o'tgan mavzuni takrorlaymiz. U tashlab bergan darsligim, уже uni udal qilib qo'ysam ham bo'ladi. Tashlab bergan darsligim juda ham eski ma'lumotlar, lekin haligacha o'sha ma'lumotlardan men foydalanaman. Demak, bir daqiqa. Alaykum assalom. Dars boshlaganmiz, okajon. Darsni oxirida anaqa qilasiz, xo'p, savol berasiz. O'chirib olmay yaxshi tashlab bergan darsingiz, iltimos. Ulgurmovdim-da ko'rgani. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Demak, nima deyotdim? Shu uchun gapni bo'lmaylar deyman-da, insonlar. Shamdollar va uning tashkil topishi. Xo'p, qaranglar. Bu TradingView platformasi. Menimcha birinchi darsda ko'rgan bo'lsangiz kerak, ozgincha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Diqqat bilan eshitinglar. Ushbu platforma mutlaqo bepul. Prям mutlaqo bepul. Bunga to'lov qilmaysizlar. Agar sizga qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ana undan keyin to'lov qilib olishni maslahat beraman. Bu prosta rekomendatsiya. Ya'ni kim olishga majbur emassiz. Bu shunchaki rekomendatsiya. Bir daqiqani ob'yomini ko'ra oling. Yaxshi. Yana ozgincha откат qilsang, keyin sera olish boshlar ekanman. Xo'p, пока что Xo'p, nimaga pullik rejim bizga пока что kerak emas? Sababini tushuntiraman. Agarda biz pullik rejimni oladigan bo'lsak, пока что foydaga chiqmasdan turib xarajat qilishga to'g'ri kelib qoladi. Biz birinchi o'rinda foydaga chiqarishimiz kerak. Umumiy hisobda bozorning har bitta harakatini, qanchalik kuchli ekanligini bilib olib, tushunib olganimizdan keyin biz pullik rejimlarni sotib olsak bo'ladi. Pullik rejimlarni plyusi nimada? Siz ko'proq indikatorni bir vaqtni o'zida yoqa olasiz va bir nechta oknoda, ya'ni oknada ishlay olasiz va vaqtni orqaga qaytarib turib, bir boshdan kichikroq time frame'da ularni analiz qilib, xatolaringizni ko'rib, tekshirib chiqsangiz bo'ladi. Shu tomoni qulay. Men uchun eng zo'r va qulay tomoni bu volume footprint. Footprint bu juda ham zo'r narsa. Bu haqida keyinchalik men ma'lumot berib o'taman. Hozirgi mavzumiz shamdollar. Demak, bu TradingView platformasi. O'ng tomon akoshkamizda umumiy hisobda ikkiga bo'ladigan bo'lsak, o'ng tomonimizda, prям o'ng tomonimizda, mana bu yerda o'ng tomon tepada mana baroqshani rasmi bor, shuni ustiga bo'lsak, bu watch list, ya'ni kim sevimli listimiz degan ma'noda keladi, ya'ni tomosha qilish listi. Xo'p, bu yerda nima? Biz bu yerda o'zimizga kerak bo'ladigan valyutalarni, aktivlarni, aksiyalarni, indekslarni, kriptovalyutalarni. Qiziq emas, qaysi biri sizga kerak bo'lsa, qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'shalarni bemalol kirgizib qo'yamiz. Ya'ni kim eng ko'p savdo qiladiganlarimiz shu yerga sortirovka qilsak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerga plyusga bosasizlar, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni yozasiz, o'zi chiqib kelaveradi. Men prosta aslida yozdim, shunaqa kompaniya bor ekan. Xo'p. Demak, bu yerda mana bu narsalarni o'zingizga kontrol qilib to'g'rilab olasizlar kompyuter versiyasida va bu yerdagi ma'lumotlar nima? Qayergacha chiqqanligi, oxirgi narxi, hozirda qanaqa turgani, qanaqa change bo'lgani, ya'ni o'zgarganligi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Change, ya'ni kim narx qanaqa o'zgargani, qanchalik foizga o'zgargani mana bu tomonda bo'ladi. Bunaqa informatsiya menga TradingView'da analiz qilayotganimda kerak emas, shuning uchun sal kichikroq qilib qo'yaman. Menga asosiy ma'lumotni shamdollar orqali olaman, shuning hisobiga shamdollar salgina muhimroq. Demak, shamdol o'zi nima? Har bitta bozor harakati borki, biz bozor ma'lum bir vaqt ichida, deylik 1 soat teng bo'ladi. Bu 60 minutga, to'g'rimi? 60 minutga. Bu teng bo'ladi 2x 30 minutga. To'g'rimi? Bu teng bo'ladi 4x 15 minutga. Bu nima degani? Ya'ni 1 soat vaqtimiz
60 minutga teng. Bu oddiy standart matematika narsa, to'g'rimi? Va 1 soatni biz yoki 2:30 minut qilsak bo'ladi, yoki 4:15 minut qilsak bo'ladi. Xuddi shu narsa time frame deyiladi. Bu bizga nimaga kerak? Bozor harakatini va kuchini bilishimiz uchun. Ma'lum bir vaqt mobaynida, aytaylik 1 soatlikdan oladigan bo'lsak, 1 soat ichida bozor qanchalik o'zgarganligini ko'rishimiz uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerda time frame bor, chap tomon yuqorida bu time frame degani. Men H1 ga o'tkazaman, bu 1 soat degani. Ya'ni biz mana bu yerda ko'rib turgan narsamizni hammasiga 1 soat ketdi emas. Bu yerda yaratilayotgan har bitta shamdonni yaratilishiga 1 soatdan vaqt ketdi degani. Aynan shu narsa time frame deyiladi. Xo'p. Ya'ni mana bunga 1 soat, bunisiga 1 soat, bunisiga 1 soat, bunisiga 1 soat. Bu katta shamdon bo'ladimi? Kichik shamdon bo'ladimi? Umuman farqi yo'q. Hatto mana bu impuls bilan yurgan shamdonga ham rona 1 soat vaqt ketgan. Aynan shu narsa time frame deyiladi. Ya'ni ma'lum bir vaqt ichida aytaylik mana bu oq shamdon, mana bu oq shamdon. Mana bu yerda yopilgan qismini ko'ramiz va mana bu yerda yopilgan qismini ko'ramiz, mana bu yerda ochilgan qismini ko'ramiz. Bu nima degani? Mana bu yerdagi 1 soatlik vaqt tugagach, yangi 1 soat vaqt ochiladi, masalan, to'g'rimi? Mana bu yerda adashib ketdim, ozgina hozir tushuntirib beraman. Demak, mana bu yerda ochildi va mana bu yerda yopildi. Sraz yopilgandan to'g'risidan mana bu shamdon ochildi, mana bu yerda. Ozgincha pastga yurdi, tepaga yurdi va pastga yurdi, mana bu yerga kelib yopildi. Ya'ni shu bozor ochilgandan keyin mana bunday pastga yurib, tepaga yurib, yana qaytib pastga tushganda rona 1 soat vaqt ketdi degani. Boshdagi informatsiya ozgincha xato ma'lumot berdim, adashib ketdim, yopish bilan ochishdi. Demak, mana holatimda oq shamdon seri bu yuqoriga ketayotganini bildiradi, fioletoviy pastga ketayotganligini bildiradi. Ha, men sizlarga kecha har bitta shamdonni kotirovkasini tashlayman degandim, esdan chiqib ketib qopti. Xo'p. Bundoq qilamiz, mana bu seriyning kotirovkasi. Men hozir kanalga tashab qo'yaman. Yuqori harakat uchun. Boshda rishatka qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu fioletoviy esa mana bunday holatda. O'zimga qulay qilib olganman. Nimaga bunaqa rang qilib oldim? Shtobi ajralib turishi uchun birinchidan, ikkinchidan nima desam, qo'shilib ketmasligi uchun. Fioletoviy yozdim. Pastga harakat uchun. Bu o'zingizga qulay qolsa, men prosta o'zimnikini sizga taqdim etdim. Qaysi bir sizga qulay bo'lsa, o'shandan foydalansanglar bo'ladi. Demak, davom etamiz. Xo'p, shamdonlar o'zi bizga nima kerak? Shamdonlarning turi juda ham ko'p. Bularning turi prem juda ham ko'p. Bu nima degani? Aslida shamdon bizga ma'lum bir vaqt ichida bozor определенный hudud, ya'ni narx kotirovkasidan, aytaylik, mana bu narx kotirovkasidan boshqa bir narx kotirovkasigacha bo'lgan ma'lumotni beradi. Ya'ni 1, 2, 3 soat mobaynida AUD avstraliyskiy dollarni USA dollariga nisbati pastga tushganligini ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Pastga tushganligini ko'rib turibmiz. Va o'sha narx 0.71 0.28 dan 0.70 gacha tushguncha 3 soat vaqt ketdi degani. Tushundinglar? Deylik, mana bu holatda, aynan mana bu narxdan mana bu narxgacha chiqquncha 0.70 dan 0.70 dan 0.70 gacha chiqquncha ham 1 soat vaqt ketdi. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu minimum borgan joyi, bu maksimum borgan joyi. Bular soya deyiladi. To'liq joy tana deyiladi. Demak, ko'pchilik aytadi, soyaga e'tibor bermasligimiz kerak. Yo'q, shamdonlarning har bitta soyasigacha, har bitta harakat qilgan nuqtasigacha e'tibor berishimiz kerak. Biz 1 soatlik time frame'da ko'rayotganimizda 5 minutlikda, 15 minutlikda buni ichida, aynan soyada определенный holatda price action sozdavать qilingan bo'lishligi mumkin, ya'ni yaratilgan bo'lishligi mumkin. Price action bu nima? Price action bu order block. Keyingi darsliklarda tushuntirib beraman. Ya'ni mana bu yerda ko'rgan shamdonlar ketma-ketligimiz, masalan, e'tibor bering, 1, 2, 3, 4, 5 ta, 6 ta shamdon, to'g'rimi? Shulardan bizga asosiysi mana bu 4 ta shamdon. Shu 4 ta shamdon yaratilishiga agarda biz 4 soatlik time frame olsak, shu 4 talasiga bittagina 4 soatlik shamdon ketdi degani bo'lardi. Tushundinglar? Taqriban oladigan bo'lsak. Xuddi o'sha narsa. Shuning uchun ham men boshida tushuntirib berdim sizlarga bitta narsani, ya'ni 1 soat ichida 4 ta 15 bor.
Ya'ni keyin bitta shamdonni ko'pchilik nima qilar ekan, men ko'rdim, o'zimiz o'zbeklardan juda ko'p bolalarni ko'rdim. Men bitta nastroyka bor. Va shu nastroykalar ichidan Vik degan narsa bor. Vik bu soya. E'tibor bering, soyalar yo'qoldi. Soyalarni olib kelib, soyalar bizga kerak emas deb o'rgatar ekan insonlarga. Ya'ni kim? Odamlar pul berib o'rganyapti, ularga soyani olib tashlaydi deyapti. Soya bizga ma'lumot beradi-ku, qayergacha borganligini ko'rsatadi. Agarda biz buni yana ham kichikroq time frame ga oladigan bo'lsak, определенный holatda bozor qanaqa harakat qilganligini ko'rsatib beradi. Men sizlarga tushuntirib beraman, har bitta hududlarning oldida mana bunday uzun soyalar shu yerda определенный объем borligini ko'rsatadi. Hech qachon har qanday shamdon o'zidan o'zi hosil bo'lib qolmaydi. O'zidan o'zi yaratilib qolmaydi. Bularning har bittasini yaratilishiga va harakat qilishiga sabab bor. Tushundinglar? Deylik, agarda bozor oddiy hisobda mana bunday holatda harakatlanyaptimi, demak bu likvid sozdавать qilyapti degan. Bu harakatda likvidnost bor. Chunki standart oddiy holatda harakatlanyapti. Standart oddiy harakatda harakatlanyapti bozor, demak likvidnost yo'q. Скорее всего, hamma bozor pastga ketishini yoki ketishini kutganda, bozor shu yerda likvidga qaytgan bo'ladi. Maqsad mana shu range-ni buzib ketish. Shu to'rtburchakdan chiqib ketish bo'ladi, u yoki bu tomonga. Biz faqat o'shani yo'nalishini bilib olishimiz kerak. Mana ko'rib turibmiz, mana bu yerda chiqdi, retest qildi va yuqoriga ketdi. Oddiy holat. Prosta bu ko'proq praktika sizlardan talab qiladi. Ko'proq bozorda vaqtinglarni o'tkazishni talab qiladi. Ana o'shanda bozorni yaxshiroq tushunishni boshlaysizlar. Demak, mavzuga qaytamiz. Shamdon. Shamdonlar ko'pchilik savol beradigan narsa, shamdonlarda men analiz qilayotganimda asosan nimaga e'tibor beray va necha minutlik time frame da analiz qilishni maslahat berasiz. Do'stlar, analiz qilayotganda birinchi sizlar e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, nimada analiz qilasiz. Agarda siz krupniroq kompaniya bo'lsa, ya'ni indekslar bo'lsa yoki aktivlar, mana bunday holatdagi metal, natural gazlar, neftlar, etagdallar bo'lsa, maksimal tarzda kattaroq time frame dan boshlab kichik time frame ga o'tishni maslahat beraman. Mana определенный analiz qiladigan mana time framelarim mana shu. Haftalik, kunlik, 4 soat, 1 soat, 30 minut, M15, M5, M3 va M1. Bular menga nimaga kerak? Kattaroq time frame da bozorning asosiy yo'nalishlarini va oxiriga qayerda borgan hududlari, qayerda o'zidan likvidda qoldirib ketgan, qayerda uzun soya hosil qilgan va u yerda qanday reaksiyalar bo'lgan, o'shalarni ko'rish uchun kattaroq time frame dan foydalanaman. Kichikroq time frame esa menga aynan o'shalarni ichidan bozorni yo'nalishini davom ettirishiga yoki atkatiga, savdoga kirishga imkoniyat yaratib beradi. Men 1 soatlikda ko'rib turgan shamdonim da, masalan, mana bu oq shamdonga keladigan bo'lsa, keldi va shunday ustidan belgilangan. Mana bu maksimumi, mana bu minimumi, bu tanasini yuqori qismi, tanasini pastki qismi. To'g'rimi? Bu 1 soatlik time frame. Endi men buni M30 ga o'tkazaman. E'tibor beringlar, mana bu ikkita shamdon, mana bu ikkita shamdon, mana bu oqdan boshlanib, ikkita shamdon bitta 1 soatlik shamdonni tashkil qildi. Nima uchun men uni soyasiga e'tibor bermasligim kerak? M15 ga o'tkazaman. M15 ga o'tkazsam, mana bu shamdondan boshladik. To'g'rimi? Oq. Demak, mana bu yerda ochildi, ozgincha pastga tushib, yuqoriga ketishni boshladi. 15 minut tugadi. Keyin bozor yana yurdi. 15 minut tugadi. Yana yurdi. Yana 15 minut tugadi. 3-15 minutda e'tibor bering, yuqorigacha chiqdi, pastga tushdi. Mana shu yerda yopildi. 4-15 minut ozgincha yuqoriga tushdi va pastga tushdi. Mana bu yerda yana yopildi. Lekin u yopilishdan oldin bitta pastga tushib oldi va tepaga qaytib chiqdi. Aynan mana shu narsa bozorni bizga signalini beradi. E'tibor bering. 4 ta shamdon chiqishga harakat qilyapti va yuqoriga chiqa olmayapti va ularni soyasiga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsanglar, soyalari uzun bo'lib qoldi. Soyalar shunchaki ajralib qoldi. 4 talasida ham soya bor. Hatto mana bu oxirgi ikkitasida soya bo'lmaganda, ozgincha atkatdan keyin yana dalshi bozor o'z yo'nalishini davom ettirishidan bizga signal berishi mumkin edi. Lekin e'tibor bering, hammasida soyalari uzunroq va sezilarli darajada bilinib turibdi. Mikrofoningiz o'chib qoldi. Ras, eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bo'ldi. Xo'p, davom ettiramiz bo'lsa, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak,
bizda bozor yuqoriga ketyapti. Свеча неопределенности, ya'ni aniqlab bo'lmas shamdon, lekin ushbu shamdon bo'yicha tanamiz kichikroq bo'lishi kerak. Bizda tanamiz bor. E'tibor beringlar, bu shamdonda tanamiz bor va ushbu tanasi bor holatda ham bozor razvorotdan bizga signal beryapti. Bunday holatda mana bu shamdon yopilishini, keyingi shamdon откатini kutamiz. Bu откат uzun polnotelli shamdon bo'lishi kerak emas. E'tibor beringlar, soyasi impuls bilan pastga tushdi va impuls bilan qaytarib yubordi. Tepadagi soyaga nisbatan pastdagi soyani kuchi kattaroq. Ko'rasizlarmi? Demak, bu bozor yuqoriga ketishda bizga signal beryapti. Aynan soyalar bizga nimaga kerak? Bizga bozor yo'nalishini aniqlash uchun kerak. Qayerda qanchalik kuch borligini ko'rsatadi. E'tibor bering, yangiliklarda impuls bilan bozor harakatlanadi va yana qaytib keladi. Va o'sha vaqtda nima hosil bo'ladi? U uzun soya hosil bo'ladi, to'g'rimi? U uzun soya hosil bo'ladi. O'sha uzun soya shunchaki qolib ketmaydi. Hech e'tibor berganmisiz? Ozgincha chiqsa ham bitta qaytib keladi-da, o'sha soyani oldini yopib yana qaytib ketadi. Aynan mana shu yerda zona skopleniya hosil bo'ladi. Ya'ni bozordagi limitlar, orderlarni yig'ilib qolishi. Bu birja stakani deyiladi. Bu uzoqroq, kattaroq mavzu, bu haqida hali sizlarga tushuntirib beraman. Bir daqiqa, hozir birdan o'shani ko'rsatib o'tib ketaman, birja stakan nima ekanligini. Mana. Menimcha hammaga ko'rinyapti. Mana bu tomonda ko'rib turibsizlar, menda birja stakan bor. Mana birja stakan. Birja stakan menda aynan определенный narxda qanday holatdagi orderlar borligini, qanchalik ko'p order borligini ko'rsatib beradi. Qayerda sell limit, qayerda TP, qayerda optimal holatdagi ko'p ob'yomlar yig'ilib qolganligini ko'rsatib beradi. Xuddi shu tarzda biz ko'rsak bo'ladi. Bu Webull приложенияsi, bu orqali men asosan indeksda savdo qilayotganimda kiraman va ularni menga asosiy yangiliklari, pastdagi momentda chiqib turgan yangiliklari yoki momentdagi topoviy aksiyalarni, masalan, topoviy ko'tarilgan aksiyalarda losers o'tadigan bo'lsam, topoviy tushib ketgan aksiyalar. Bir kunda 34% tushib ketgan, masalan, mana bu aksiya. Tushunasizlarmi? Aynan shu narsalarni ko'rishga men juda ham kerak bo'ladi, ayniqsa S&P 500 va DJI, ya'ni Dow Jones и Nasdaqga har zamonda savdo qilib turaman. Kecha Nasdaqdan jahlim chiqqan, udaltib qo'ydim, buni hali yana qo'shib qo'yishim kerak. Vot. И oltinda ham xuddi shunday holat. Oltinda endi ba'zida ishlab turaman, menga real time frame'da qanday yurayotganligini yaxshi ko'rsatib berganligi uchun bu yerda kirib turaman. Xo'p. Endi aynan o'sha narsa birjaviy stakan deyiladi. O'zimizni mavzuga qaytamiz. Demak, nima bo'ldi bu? Ikkitami? 3ta, 4ta qilsak bo'ldi. Endi bu shamdonlar. Shamdonlar yaxshiroq tushunish uchun uni o'zingiz ham bir kirib trading viewda kuzatib chiqsanglar bo'ladi. Har bitta operatsionni shamdonni o'zini ichki harakati bor. Mana bu bitta shamdon bo'ladigan bo'lsa, buni ichki harakati bir necha shamdondan iborat bo'ladi. Bu kichikroq ikkita, masalan, M30lik shamdon bo'lishi mumkin yoki 4 ta M15lik bo'lishi mumkin. Xuddi shu tarzda davom etadi. Buning uchun ozgincha ko'proq shamdonlarga mehr berishinglarni so'ragan bo'lardim. Demak, mana bu bizni boshlangan joyimizda, mana bu bizning minimumimiz. Xo'p, mana bu bizning maksimumimiz. Demak, 1, 2, 3, 4 botni mana bu yopilgan joyimiz. To'g'rimi? Yopilgan joyimiz. Endi men H1 ga o'tkazaman. Xuddi o'sha narsa mana ko'rib turibsiz, kelib turibdi. Prosta mana shu shamdon bitta, shunday chiqdi, bitta pastga tushib, 1 soat ishdan yopildi, lekin uni ichida nima bo'lganligini ko'rishimiz uchun bizga time frame kerak bo'ladi. Mana M15 da qanday harakat bo'lganligi. M5 da qanday harakat bo'lganligi mana ko'rasizlar. M5 da даже вообще-то bizga M pattern pashti hosil qilgan. Yana ham biz M1 ga o'tadigan bo'lsak, pashti bizga golova плеча patternini hosil qilgan. Bu haqida alohida mavzularimiz bor, hali keyinchalik ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, xuddi shunday tarzda har bitta shamdonni tanasini harakati, soyasini harakati bizga signal beradi. Shu uchun ulardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Mana rekomendatsiyam, doim 4 soatlikda bir marta ko'rib olinglar. 1 soatlikda bozorni yaxshilab ko'rib olinglar, umumiy holatdagi harakatini uzoqroqdan ko'rishni maslahat beraman. 4 soatlikda va 1 soatlikda. Siz telefondagi MetaTrader platformasidan ko'rasizmi yoki TradingViewda kompyuterdan ko'rasizmi? Farqi yo'q, bitta baribir umumiy hisobdagi harakatini, trend yo'nalishlarini, bozor qayerda skopleniya qilganligini bitta ko'rib olasiz. Harakat qanday bo'lganliklarini bir ko'rib olganingizdan keyingina kichikroq time frame'ga o'tib, yo'nalishlarni aniqlab, yaxshi zonalarni aniqlab, M5, M1larda ana undan keyin order uchun
zona qidirsangiz bo'ladi. Bu meni chist o'zimni sizlarga maslahatim. Chunki men o'zim doim shunaqa holatda ishlayman va savdo qilaman. Xo'p, endi biz o'zimizni og'aynimizga bitta qaytaylik. 4845. Tak. Delta flow kerak menga. Tak, e'tibor beramiz. Aynan mana bu yerda masalan ko'ramiz, ob'yomlarning ko'tarilib yoki tushib ketganini ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi shamdonlarga e'tibor beramiz. Demak, mana bu shamdonga e'tibor beringlar. Shamdon keldi, ozgincha past bo'lib qoldi, mana bu yerda endi birdan impuls bilan tushib ketdi. Bu degani mana bu yerdagi ob'yomlar kamayib qoldi degani. Nimaga? Agarda bozor bir joyda juda ham ko'p qolib ketsa, u yerda juda ham ko'p protargovka bo'lyapti ma'nosida keladi aslida. Lekin umumiy hisobdagi aksiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, bozor qanchalik sekin yursa, shunchalik kam u yerga investitsiya kiritilyapti va savdo bo'lyapti degani. Bizning holatimizda bozor spokon yuryaptimi, demak u yerda kam targovka bo'lyapti yoki o'ziga likvid yig'yapti, ob'yom yig'yapti degani. Oddiy treyderlarni to'g'risi bozor his qilmaydi degan gap bejizga aytilmagan. Sababi rostdan ham bozor oddiy treyderlarni umuman his qilmaydi. Bu oddiy holatdagi fakt. Xo'p, voy Alloh, alhamdulillah. Demak, juda ko'p joyga tiqilib qolsa, bizga bozor ko'proq ob'yom ko'rsatadi, ya'ni ki uzoq vaqt ichida mana shuncha targovlar bo'lib qoldi. Bu tik. Trading view bizga tik ko'rsatadi. Har bir sekunddagi harakat kuchini ko'rsatadi. Aynan shu narsa bu trading viewning o'zini volyumi, ya'ni kim ob'yomi kuchi. Bu prosta tik deyiladi. Haqiqiy ob'yomni siz brokerlarning ichidagi ob'yom orqali ko'rishingiz mumkin. Mana shu tiklarni, ya'ni kim har bitta shamdon ichidagi mana bu ob'yomni qanchalik kuchli yoki kamligini ko'rsatadigan narsa mana bu yerda bor. Bu pulli versiyasida bor, volume footprintda bor, pulli har bitta shamdonni ichida ko'rsatadi. Juda ham foydali narsa, lekin uni sotib olishdan oldin qanday ishlashini o'rganishinglarni maslahat bergan bo'lardim, lekin juda ham foydali narsa, juda foydali keyinchalik savdo qilishinglar uchun ham. Agarda kuninglarni hech bo'lmasa 4 soatdan 8 soatgacha vaqti kompyuterda o'tadigan bo'lsa, maslahat beraman shu narsani sotib olishga. Как бы mana o'zimni magnit zone strategiyam bo'lganligi uchun, ushbu magnit zonaga kelmaguncha savdoga kirmaganligim uchun menga bu narsani вообще keragi ham yo'q. Chunki men analiz qildim, bitta zonaga keldi, zonani ko'rdim, ana undan keyin savdoga kiraman. Kuniga bir marotaba kirsam ham shundoq kirdim, foydam oldim, chiqib ketdim. Xuddi shu strategiyada ishlayman. Demak, ob'yom masalasiga keladigan bo'lsak, bu nima degani? E'tibor beramiz, mana bu yerlarni men belgilab qo'ydim. O'ng tomonda diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'ng tomonda mana ob'yomlar bor, protsentlari bor, boshqasi bor. Bu nima degani? Tikviy holatda qanchalik ko'p bo'lganligi. Aslida bu yerdagi asosiy ob'yomni mana bu oq bergan. Sababi bozor ko'proq shu yerga qolib ketdi, mana shu shamdon uchun 5 daqiqa shu yerda qolib ketdi. Keyingi 5 daqiqa mana bu shamdon bitta impuls tepaga va impulsdan pastga tushganligi uchun sal maksimumida ham bizga ozgincha zona sozdavach chiqib ketdi. E'tibor bering, soyasini uchi oxirgi zonasi bo'lyapti. Va u yerga mana bu chap tomonga e'tibor bersangiz, juda ham kam ob'yom, judalar kam. Chunki juda ham kam bordi va impuls bilan qaytib ketdi. Shuning uchun ham xuddi shunday holat bo'ldi. Sell ob'yom juda ham kam bo'ldi degan. Lekin men bu yerda ham xuddi shu holat, buy ob'yom kam bo'ldi degan. Aslida mana bu ko'proq ob'yomlar bizga nimani beradi? Bizga haqiqiy magnit zonani aniqlashga yordam beradi. Qanday holatda? Ko'p ob'yom bormi? Mana shu yer bizga hudud bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki bu yerda e'tibor berish yoki ko'p protargovka bo'lib qoldi. Sabab nima uchun bunday bo'ldi? Sekin orqaga qaytadigan bo'lsak, oldin ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana undan oldin ham bo'lgan. Mana shunday bo'lib kelyapti, to'g'rimi? Demak, keyinchalik ham bozor shu yerga kelsa, biz qandaydir holatda shu yerdan savdo qilsak bo'ladi. Bugungi men ko'rgan narsa nima edi? Bugun bir marta bayga ishlab oldim. O'shani ham bugun Kakas Abdulloh o'quvchimga ko'rsatdim. Bayga ishlashim uchun men mana bu yerdan kirmoqchi edim, вообще-то mana bu order blokni ko'rib. Lekin yo'lda bo'lganligim uchun, ko'chada yurganligim uchun, MIPni oldiga borib janjal qilib yurganligim uchun ozgincha vaqtim bo'lmadi. Shuni hisobiga aynan operasion holatda meni hududim, kutgan hududim, mana bu trendning ham buzilishini kutdim. Buzilgandan keyin bay oldim va bozor yuqoriga ketish boshladi. Yopuvdim, impuls bilan tepaga yubordi. Ko'rsa impuls bilan tepaga chiqdi, yana o'zincha atkat, yana tepaga chiqdi. Shuncha yurib berdi. Lekin men signal berishga ham даже ulgurmadim sizlarga. Chunki o'zim ham operatsionni shundoq kirdim, shundan chiqib ketdim bo'ldi. Vot, RMga deydi-yu bizning o'zbekda. RMga shundoq kirdim, o'zimni savdo qildim, chiqib ketdim. Xo'p, sizlarga ham maslahatim,
bitta strategiya ushlaniladi, o'sha strategiya bo'yicha do konca ketiladi. Ushbu strategiyani oldin sizlar o'zingizga o'rgatib olishinglar uchun uni ustida ozgincha ishlashinglar kerak. Strategiya o'zi nima? Men bitta ma'lumot berib o'tib ketaman sizlarga. Shu narsa esingizda qolsin, strategiya o'zi nima? Xo'p. Mana bu trend harakat, to'g'rimi? Bizda trend harakatda bitta zo'r narsa bor edi ilgari, men o'rganganimda. Mana bu maksimum nuqta, bu minimum nuqta bo'ladi. Va bozor ketma-ketligi davomida doim har bitta maksimumni yangilab yuqoriga chiqish kerak va boshqa yangi maksimum hosil qilish kerak degan fikr bo'lardi. Demak, bu maksimum o'z kuchini yo'qotadi va aynan shu tarzda trend harakat paydo bo'ladi. Bu harakatlar ketma-ketligi deyiladi degan fikr bor. Va ushbu harakatlar ketma-ketligi asosida yana xuddi shunday holatda maksimum yangilanadi va xuddi shu tarzda ketaveradi. Bu trend harakat deyilardi. Keyinchalik bu holat nima deyildi? Har bitta maksimum va minimum yaratiladigan bo'lsa, maksimumni biz higher high, lower low deymiz. Bu SMC strategiyasi edi. Keyinchalik esa BSL maksimum, SSL minimum. Buy side liquidity, ya'ni maksimum nuqta, sell side liquidity minimum nuqta deyildi. Lekin ular beradigan informatsiya hammasi bir xil. Klassikadan kelgan, faqatgina informatsiyadagi nomlari o'zgartirilgan. Bo'ldi. Xuddi shu holat. Demak, lekin ICT masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, klassikani ancha o'zgartirgan va ancha tushunarliroq qilgan, lekin ozgincha ichini chopib tashlagan. Men o'zim ham ancha ma'lumotlarni o'rgandim, lekin baribir 6 yillik optimdan kelib chiqqan holatda klassika baribir klassika, to'g'risi gap. Shunaqa. Demak, bugungi mavzu shundan iborat edi. Endi umumiy hisobda ko'rsatib o'tsam. Limitlar bilan ishlasak bo'ladimi? Limitlar bilan albatta ishlasak bo'ladi. Biz operatorni hudud belgiladik va bozor ushbu hududga kelganda limit avtomatam zilkani ochadi degan. Deylik, men bu yerda belgiladim. To'g'ri? Mana bu yerdagi ob'yomdagi hududlarni belgiladim. Ob'yomni o'chirib qo'ying. Belgiladim va shu yerga kelganda limit avtomatam tarzda agar men sell limit qo'ygan bo'lsam, avtomatam sell oladi. Meni o'rnimga broker. MetaTrader'da shu narsani belgilab qo'ysam, avtomatam stop loss qo'ygan bo'lsam, shu yerga kelganda stop oladi. Meni o'rnimga. Va take profit qo'ygan bo'lsam, avtomatam take profit oladi. Stop loss nima? Bozorga kirganimizdan keyin stop loss qo'ysak, operasion holatda mana shu hududga kelsa stop loss qo'yaman degani, shu yerga kelganda zelkani minusda bo'lsa ham yopaman degani. Take profit qo'yish mana bu yerga qo'yilganda biz sell holatda gapiryapman. Take profit qo'yish sell olganimizda mana bu yerga kelganda operasion holatda qancha foyda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerda yopaman degan. Stop loss va take profit nima uchun kerak? Siz analiz qildingiz. Bozor siz xohlaganda yurdi va sizga teskari yurib ketib qolganda kattaroq minus qilmasligingiz uchun o'sha minusni kontrol qilish maqsadida stop loss va take profit qo'yish maslahat beriladi. Va stop loss va take profitlar ba'zida zaynat bo'lib qolishingiz mumkin, yo'lda bo'lishingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha holatda yaxshigina qutqaradi. Shuning uchun ham stop loss va take profitlarni qo'yish maslahat beriladi. Xo'p, bu majburiy emas, bu o'zingizlarning xohishingizga qarab. Agarda men stop loss bilan ishlaydigan bo'lsam, odatda men take profit qo'ymayman. Stop loss bilan ishlaydigan bo'lsam, kattaroq lotda kirganimda stop loss qo'yaman. Bitta kiraman. Agarda men 0.01 dan minimalnidan bitta ikkita qilib sekin-sekin ko'paytirib boradigan selkalarim bo'ladigan bo'lsa, unda stop loss ham qo'ymayman, take profit ham qo'ymayman. Chunki men 0.01 dan kirishni boshladim-mi, men o'zimning hududimga kamida 90% uverim bo'laman. Va chunki men o'sha hududni kutgan bo'laman. Shuning uchun ham zelkalarni ochishni boshlayman va kutishni boshlayman. Bu zelkalarim 5 minut bo'lishi mumkin, 10 minut bo'lishi mumkin. Ba'zida kanalimning tarixini ko'rgan bo'lsangiz kerak, 1 minutda ham ideal yurib bergan vaqtlar bo'lgan. Yarim soatda masalan, bir kun davomida to'xtovsiz yurib berganlari ham bo'lgan. Vot. Ovozim, nadeyis, o'chib qolmadi, eshitilyapti, yaxshi. Bo'ldi. Shunaqa. Sizlarga maslahat operasion holatda kutib, ana undan keyin zelka ochinglar. Agarda limitlar orqali ishlashni istamasanglar. Xo'p. Stop loss qo'ymayman, take profit ham qo'ymayman hozirgi holatda. O'zida disiplinasi bor, punktualniy traderlar stop lossni ham, take profitni ham qo'yadi. Prop shotda ishlayotganlar stop lossni ham, take profitni ham qo'yadi. Chunki ularda operasion holatda rule mavjud. Rule nima bo'lardi o'zbekchasida? Qoida mavjud. Qoidalar mavjud va o'sha qoidalardan siz chiqmasligingiz kerak va o'sha qoidalarga amal qilib savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, agarda take profit
qo'yishni istamasangiz stop loss qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zararni kontrol qilish degani. Agarda siz stop loss qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, zararni ideal kontrol qilasiz degani. Va har foydada o'zingiz xohlagancha yarmini yopib, yana stopni kirgan joyingizga surib, bezbetga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r holat. Mana shu holatda ishlasangiz ham bo'ladi. Men o'zim juda ham ko'p foydalanaman aynan bezbetga qilishdan. Sizlarga ham maslahat beraman, har foydada bezbetga qilib yarmini yopib olishni, chunki bozorda bilib bo'lmaydi qaysi tomonga qachon qanday harakat qilishi mumkinligini. Shunaqa gaplar. Demak, endi o'zimizdan valyutaga qaytamiz. Bugungi holatda out 100 da mana bu holatni analiz qilib qo'ygan edim. Вообще-то o'tkazib yubordim. Qanday holatda o'tkazib yubordim? Analiz qildim, mana bu chiqdi. Mana tushish jarayoni zilkam bor edi. Zilkam borgandan keyin ozgincha yurgandan keyin men 5 bitga qilib qo'ydim. Shundoq keldida 5 bitkani olib tepaga o'tib ketib qoldi. Men uchun bu minus emas, lekin baribir o'tkazib yubordim. Yaxshi zona edi, yaxshi joy edi. O'tkazib yubordim, shuning uchun out 100 dan chiqib ketdim. Bugun hisobiga out 100 dan kutgandim shu joyda. Juda yaxshi yurib bergan bo'lardi, to'g'ri. Umumiy hisobda yurgan bo'lsa ham 30 pips yurgan, lekin men kirgan lot bo'yicha 30 pips ham normal holatdagi harakat hisoblanardi. Bir lot uchun, masalan, 30 pips bu $300 degani. Bir lotlik ideal holat bo'lgan bo'lardi. Stop lossim esa e'tibor beringlar 12 pips. Bor yo'q $120 risk qilingan $300 foyda olish uchun. Bu почти 1 ga 3 risk bo'lyapti. Risk rewardimiz даже 2 ga mana 2.6% bo'lyapti. 1 ga 2.5 bo'lyapti risk rewardimiz. Shunaqa. Endi o'tgan mavzuda aytgan ma'lumotlarimga keladigan bo'lsak. Men odatda pipslarda hisoblayman. Men real pipslarda hisoblayman. Nima uchun? Men boshdan bosh pipslarda hisoblab o'rganganman va shu narsa menga yoqib qolgan. Pipslarni qanday qilib hisoblash haqidagi lotlarni, hajmlarini men o'rgatib qo'yganman, e'tibor bergan bo'lsanglar. Masalan, 0.01 lot har 10 pipsda, har pipsda 10 sentga teng va har bittasini konvertatsiyasi qancha bo'lishligini hammasini yozib tushuntirib qo'yganmiz. Har pipsda qanaqa bo'lishini men rasmlarini tashib qo'yganman. Example degan narsasi bor, juda ham zo'r tushuntirilgan. Ya'ni deylik, siz 0.01 da zelka ochdingiz va har 10 pipsda bu $1 ga teng degani. Qaysi ma'noda $1 ga teng? Agar siz xohlagan tomonga yurgan bo'lsa plus $1, qarshi yurgan bo'lsa minus $1 degani. Xuddi shu holatda davom etasiz. 0.03 bu har 10 pipsda. Ba'zida e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, men pops deb yozaman. Po prikolu bunaqa yozaman, to'g'risi. 0.03 10 pipsda $3 ga teng. Foyda bo'lsa ham, zarar bo'lsa ham $3 bo'ladi. Agar qarshi yurgan bo'lsa minus $3 degani. 0.20 diqqat bilan e'tibor bering, mana shu joyga 10 dan yuqorisi, 10 ni o'zi ham katta joyda emasmi? 0.20 10 pipsi 10 pipsizni o'zi 0.20 da $20 ga teng. To'g'rimi? Ammo bozor bittada 100 pips yurib qo'ysa, deylik 100 pips. Bu $200 degani. Agarda sizga foydali tomonga yursa, bu yaxshi, bu foyda degani. Ammo sizga qarshi yursa, bu minus 200 degani. Shuning uchun ham lotlarning hajmini maksimal tarzda kichikroqdan boshlashni maslahat beraman. Toki siz o'zingizga qo'llayotgan strategiya ideal tarzda siz uchun ishlab bermaguncha, toki o'sha strategiya sizga foydali tarzda sizni olib chiqmaguncha va sizga ishlab bermaguncha maksimal tarzda boshida 0.01 dan savdoga kirishni maslahat beraman. Undan oldin albatta demoda o'zni tekshirish, praktika qilish bu eng asosiy maqsad deydi-ku, o'shalardan bittasi va undan keyin real shotga o'tasizlar. Xo'p, bu juda ham yaxshi holat. Endi lot qancha katta bo'lsa, risk ham shuncha katta bo'ladi. Agarda siz kattaroq lot ochib, kattaroq risk qilmoqchi bo'lsangiz, hech qachon unutmang, balansingiz ham shunga yarasha kattaroq bo'lishi kerak. 0.01 dan 10 marta bossanglar, bu 0.01 dan kirdim degani emas. Bu 0.10 zelka ochdim degani. Hech qachon unutmang. Demakki, risk ham xuddi shunga yarasha bo'ladi. 0.10 dan ochganday bo'lasiz. Bu bilan buni farqi nimada? Hozir aynan shu narsani ham sizlarga tushuntirib beraman. U bilan uni farqi shundan iboratki, bozor mana bunday ketayotganda, siz mana bu yerdan sell olishni boshladingiz, bitta 0.10 oldingiz, to'g'rimi? 0.10 oldingiz. Va bozor sekin yuqoriga chiqishni boshladi. 50 pips yuqoriga chiqdi.
50 pips chiqqanda siz mana bu yerdan ikkita 0.01 olgan bo'lsangiz, mana bu yerdan 50 pips chiqqanda 0.08 ochasiz. To есть 0.1 dan 8 ta ochasiz mana bu 50 pipsdan keyin. Agarda 0.10 kirganingizda bu уже minus 50 da turibdi. Agarda 0.01 dan 2 ta kirgan bo'lsangiz, bu bor yo'g'i 50 pipsda $5 dan $10 minusda turibdi degan. Va 0.01 dan yana 8 ta ochganingizda, bozor birinchi kirgan joyingizga qaytib kelganida mana bu hisobingiz ochganingiz 0 ga teng bo'ladi. Spreadlarni plus minusini olib tashladim. Anaqa shunga ham keyin mazga qo'ytirmaylar. Men просто taxriban hisoblab beraman sizlarga. 0.10imiz $0 ga teng bo'ladi. Ammo mana bu holatimiz 0.10 ni bo'lib kirganimiz 0.01 dan 2 ta kirganimiz 0.0 ga teng bo'lsa, 0.01 dan 8 ta kirganimiz bu 0.08 degan. Mana shu oraliqda o'zida 50 pips o'zida $40 foydadamiz degan. Mana bu Dagon sistemasi deyiladi. Mana nimaga men 0.01 dan boshlayman, sekin-sekin ko'paytirib boraman. Chunki bizda hududlar ideal holatda katta. Tushunasizlarmi? Biz xohlagandek kichkinagina emas. Hududlar katta bo'ladi. Ayniqsa tillada. Men masalan mana bu holatda M5 da belgilayapman. Aytaylik, mana bu yerga kelgandan keyin kiraman deb qo'ydim, to'g'rimi? Men bu yerdan belgilab qo'ydim. Mana shu oraliqni o'zida ham 78 dan 81 gacha bo'lgan holatda e'tibor beringlar 30 pips bor. 30 pips ham juda katta. Ana endi out dollarga o'taman. Out dollarga mana bu yerda hudud belgilab qo'yganman, to'g'rimi? To'g'ri, kichkina hudud. Keling, shuni boshqa hudud qilaman. Mana bu yerdan mana bu yergacha qilaman, kattaroq hudud. Buni orasidagi necha pips deb o'ylaysizlar? Men shunda tortaman mana bu yergacha, mana bu joy va mana bu joy. 4-8 pips ko'rdinglarmi? Valyutada ishlaganda kattaroq lotda va limitda ishlasanglar bo'ladi. Men bemalol maslahat bera olaman. 4-8 pips. Judalar kichkina bu. Kim? Mana bu yerdagi tillaga nisbatan. Oddiy misol. Biz mana bu yerdagi hududdan tiylik, mana bu yerdan bay olmoqchimiz. Вообще, mana bu yerda o'zini ham e'tibor beringlar, mana sell zonamiz, stopimiz o'zi 92 pips. Take profitimiz lekin 176 pips. Cho'qtami? Lekin take profitim shunga yarasha dostoyni. Вот, lekin riskimiz katta bo'lyapti. Oraliq masofa katta bo'lyapti. Mana bu hududda o'zini e'tibor bering. Men ob'yomlar bo'yicha belgiladim, mana birinchi holatda, to'g'rimi? 4804 dan. Maksimum joyi bu stop lossimiz 18 gacha. 140 pips bor orada. Va mana oxirgi kiradigan joyim bu 12. 12 va 0.4 ning orasini o'zida 80 pips bor menda. Tushunsam 80 pips bor. Demak, men birinchi kirgan joyim minusda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan yana dagon qilaman. Mana bu oxirgi dagon joyim. Mana bu yerga chiqadigan bo'lsa, minusda yopib yuboraman. Men majburman minusda yopishga mana bu yerga kelgandan keyin. Chunki mana maksimum yangilasa, уже maksimum yangilandi. Boytdagi standart holat bo'yicha bozor tepaga ketishi mumkin. Boytda aytgan narsa oddiy holatdagi standart. Shu narsadan, xavfdan qochish uchun men yopib yuborishga majbur bo'laman. Yopib yuboraman minusda bo'lsa ham. Qancha minusda bo'lishidan qat'iy nazar. Kechasi 2300 minusda yopordim bitta zelkamni. Esdan chiqib qolib ketgan, yopmaganman. Qanday holatda bo'lgan? Aynan tilloda bo'lgan o'sha narsa. Kechasi 9:10 atrofida men zelka ochganman. Mana men bitta adashmasam, mana shu atrofdan edi. Zelka ochganman selga, bozor tushdi. Sal yana pastroq tushsa yopaman dedim, yuqoriga chiqdi. Yana qo'shdim. Yana bozor pastga tushdi. Ideal foydada bo'ldim. Chunki birinchi kirgan zona mana bu yerda edi. Atkat qilgandan keyin yana qo'shdim men. Bozor ikkala holatda mana bu ham foydada turibdi menda. Yopsam bo'lardi. Mani esimdan chiqib ketib qoldi. Va ertalab turib qarasam, bozor mana bu yerda turibdi. Tushunsam, orasida anchagina masofa bor. Minus yopishga majbur bo'ldim. Chunki men belgilagan zonalardan bozor o'tyaptimi? Demak, dalish ketishi mumkin. Kim bo'l bozor tepaga ochadi. Demak, основной harakat teparoqqa bo'ladi bugun. Va kechki harakatda ozgincha pastga tushib berishi mumkin. O'sha holatdan kutgan holatda yoporishga majbur bo'ldim. Yaxshi ham yopgan ekanman, bo'lmasa ko'rib tursa qanaqa holatda harakat bo'lgan. Endi hisoblagan bo'lsak, agarda hisoblagan bo'lsak, shu e'tibor beringlar, 743 pips yurib bergan. Endi kalkulyatorga kiraman. 743 pips ko'paytirsam, agar men kirganlarim bilan 0.20 degan hisobda bo'lgan taqdirimda ham tak 743 0.20 bo'lsa, 0.10imiz qancha bo'ladi? 0.10 dan 743 pips
$748 bo'ladi. 748 ko'paytirsak 2 ga. 1,5 ming zararda bo'lar edi. Agar men 0,20 kirganimda. Men sal ko'proq kirgandim. Tasavvur qiling, mana bu yerga kelganning o'zida menda o'rtadagi masofani qisam, o'rtacha qiymat toplashasak 180 pipsda men уже 2300 minus yopganman. 200 pipsda deylik. Lekin bu yerda 700 slip bo'lib ketgan bo'lardim. Allaqachon slip bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham minusda bo'lsa ham yopordim, majburman. Meni xatoyim, vaqtida yopmadim. Nafsga berildim deydi, noshukrlik bo'ldi. Xo'p, shu narsa. Demak, bugungi mavzumiz shu. Kimda qanday savollar bor? Keyingi mavzuda bozor strukturalari, ya'ni bozorni o'zi analiz qilishlarni o'rganamiz. Asta-sekinlik bilan. Hop, Firdavs kelibdilar. Kimdadir savol bo'lsa, mikrofonni yoqishni so'rasanglar, dostуп beraman. Bemalol savollarni so'rashinglar mumkin. Faqatgina o'tgan mavzu va bugungi mavzuga asoslangan holatda keladigan mavzular, o'tilmagan mavzular bo'lsa, so'ramaganingizda yaxshi, chunki javob bermayman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum Labay. Yaxshimisiz? Qarang, hozir aytyapsiz-ku, 4 soatlik, 1 soatlik deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p. O'shanga kelganda 1 soatlikdimi yo 4 soatlikdimi maksimumga chiqqan soyasi bor-ku. Xo'p. O'shani belgilab olib, maksimumga chiqqan soyani o'zini belgilab, Xo'p. bundan keyin kichkina time frame'dagi o'tib, o'sha soyani belgilab olgan joyimizga kelganda tasdiq FVGmi, order blokmi, shunaqa narsadan yana obratga berishi mumkinmi shu? Qarang, hozir o'sha narsani ko'rsatib tushuntirib berib ketdim, yana ham chuqurroq ko'rsatib berib o'tib ketaman. Ya'ni, e'tibor bering. Bu qaytish mana bu yerdan bo'lganligini biz qayerda bildik? Mana bu shamdon harakat qilgandan keyin bildik. 1 soatligida. Kichikroq time frame'da qanday bilishimiz mumkin edi? Mana bu bo'lishi mumkin edi, to'g'rimi? Biz mana bu yerdan harakat qilishimiz mumkin edi. Biz uni bilish uchun, to'xtash uchun siz aytganday belgilaymiz maksimumini va tanasini. Tushundingizmi? Maksimum va tanasi. Ana undan keyin M15 ga o'tamiz. 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lganimizda tasavvur qiling, o'ng tomon mavjud emas. Mana o'ng tomon yo'q deb tasavvur qilamiz. Mana o'ng tomon yo'q. Tushundingizmi? Mana bu shamdorlar yo'q deb tasavvur qilamiz. Men bunday qilaman. Endi bu yerga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsam, bozorda oddiy holatdagi harakat ketyapti. Standart holatdagi harakat. Meni kutishim kerak bo'lgan narsa ikkita. Birinchisi, mana bu maksimumni yangilanishi. Bunday holatda men birinchi qiladigan ishim shu. Faqatgina shuni kutaman. Yoki tanani men bu yerda belgilaganman, to'g'rimi? Tanani oldida qanday holatdagi hudud bor? Mana holatimdagi hudud mana bu. Mana buni oldi va mana buni minimumi. Aynan shu hudud bor. Demak, shu hududning minimumini yangilanishini kutaman. Bu mana bu yer degani. Hududni minimumi. Tushundingizmi? Yoki bu, yoki bu. Men uchun aynan определённый holatda mana bu oraliq bu shunchaki rangening ichi hisoblanadi. Mana buni M5 ga o'tsam, yana ham yaqinroq ko'rishimiz mumkin. M1 da вообще ichini ko'ramiz. Xo'p, nima uchun? Chunki mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda maksimum bor, to'g'rimi? Atkat bo'ldi. Bozor keldi. Shu yerdan atkat qilgandan keyin mana buni maksimumni yangilagach, e'tibor bering, yangilagach, bitta o'zida ikkita retest qildi-da, ana undan keyin bozor yuqoriga ketdi. Tushundingizmi? Bu yerda menga zona skopleniya hosil bo'ldi. Ya'ni narxlarning ketma-ketligini yig'ilib qolishi hosil bo'ldi. Va natijada bozor shu holatda mana bu yerda maksimum hosil qilib o'zini tozaladi. Mana buni ichida yana xuddi shu holatda minimumni ham tozaladi. Va minimumni tozalagan minimumi bu yangi minimum hisoblanadi. Uni ham buzdi. Bu menga signal berdi pastga ketishiga. Atkat bo'tdi. Mana bu yangilanmadi. Agar yangilansa tepaga ketardi, yangilanmadi va pastga yurishni boshladi. Mana bu дополнительный signal bo'ldi bozor pastga ketishiga. Mana bu ideal holatdagi kirish joyimiz. Bo'ldi. Mana shu yerda kiramiz, stopni katta qo'ymaymiz. Mana shu yerda kirgan taqdirimizda ham buzilishiga kakasman. Buzilishi bo'lyapti, mana buzilyapti. Atkatidan kirgan taqdirida ham mana o'sha buzilish joyidan atkatidan kirgan taqdirida ham stopni o'sha shamdon tepasiga qo'ysanglar ham 1.7 pips. Даже spreadga teng emas-da. 1.7 pips out dollarga. Bir lot kirganingizda sal stopni teparoq qo'ysanglar, masalan 5 pips qilib qo'yinglar stopni, mayli. Take profitini 1 ga 1 yoki yarimga yarim qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, 1 ga 1 yarim qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Prosta stop lossingizda 4 pips bo'lgan taqdirda 4 pips take profit olamiz. Mana 1 ga 1 yurib beryapti. 6 pips qilaylik mana. Mana как 6 pips ham yurib bergan ekan.
Lekin biz ozgincha 2 pips yurgandan keyin ham, chunki определенный holatdagi asosiy stop loss mana bu yerda 1.7 2 pips yurib berganda biz sekin stopni pastga tushirib, buni yarmini olib yopib itakdari qilsak bo'ladi. Chunki auto dollarda o'rtacha holatda men masalan bir lot kiraman. Chunki juda ham sekin, juda ham xavfsiz. Qolgan valyutalarda, qolgan aktivlarda to есть kichikroq kirishni maslahat beraman. Tushunarli bo'ldimi? Tushundim. Qarang, endi yana bitta savol tug'ildi-da shu yerda. Hozir qarang, mana keldida minimumlarni yangilab, tepaga borganda maksimumni yangilamay qaytdi-ku. Xo'p. O'sha maksimumni yangilamay qaytgan joyida biz o'shani nima qilib olsak bo'ladi, tasdiq qilib olsak bo'ladimi? Yo'q. Aka, hozir aytgan narsamni yana qaytadan so'rayapsiz. Biz maksimumni tasdiq qila olmaymiz, aytdim-ku hozir. Ya'ni mana bu maksimum, to'g'rimi? Ichi. Yurdi, maksimumni yangiladi. Mana bu maksimum edi, maksimum yangilandi. Qoida bo'yicha mana bu откатdan keyin bozor tepaga ketish kerak va mana bu maksimum yangilanishi kerak. Bu maksimum yangilanmadi, bu birinchi signalimiz. Bu birinchi signalimiz. Ikkinchi signalimiz mana bu minimum, maksimumgacha chiqqan bo'lgan holatdagi minimum ham yangilandi. Ko'rdingizmi? Mana yangilandi. Endi откат bo'ldi. Endi откат bo'ldi. Va откат, mana shu откат bizga решающий bo'lish kerak edi. Yoki mana bu minimum yangilasa deb pastga ketadi, mana bu maksimum yangilasa deb tepaga ketadi. Bozor protorgovka qildi va minimumni yangiladi. Mana ideal holatda bizga tasdiq berdi, minimumni yangiladi va откат qilib dальше minimumga ketdi. Qarang, aytganim mana qarang. Maksimumni yangilamayapti-ku, mana bu yoqda ozgina range holatga tushib, qaytib ketyapti. O'sha maksimumga yetib bormas, qaytgandan keyin o'sha yerda hech tasdiq bo'lmaydi-da, bu minimumni ham yangilab qo'yish kerak, tasdiq bo'lish uchun. Bu aka, men aytayotgan narsam minimumni yangilasa, pastga ketishga zilq ochmoqchi bo'lsangiz, minimumni yangilasa sizga uvernisni ko'proq qo'shadi aka. Men shunaqa ishlayman. Men agar siz xohlaganday ishlashim uchun men определенный holatda mana bu yerdagi shamdonni ko'rishim kerak. Qanday holatda? Engulfingmi masalan, FVG bormi engulfingni pastida va u yerda qanday holatdagi ob'yom bor? Men Delta Force'dan ko'raman, ob'yomni kuchlimi yoki вообще kamayib ketganmi, shuni ko'raman. Qolgan joylarga nisbatan yo qolgan joylarda ham shunaqa joylar, shunaqa kam ob'yom bormi? Agar kam ob'yom bo'lsa rostdan o'sha yerga qarayman, keyin nima bo'lgan, qaytib kelib risk qilib yurganmi yo'qmi, uni tekshiraman. Ana undan keyin savdoga kiraman. Lekin 1 minutlikda uspet qilmay qolishingiz mumkin. Lучший variant oxirgi maksimumni yoki oxirgi minimumni likvidировать, ya'ni yangilanishni kutganingiz yaxshiroq. Ham uverin bo'lasizda aka, chunki siz bozorga kirishdan asosiy maqsad xohlagan joyingizdan savdoga kirish emas, foydaga chiqib ketish. Mana masalan maqsadim foydada chiqib ketish. Shunaqa hammada maqsad shunaqa. Yaxshi, rahmat. Zo'r tushundim, rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Tak, yana kimda qanday savol bor? Bemalol so'raveringlar. Men baland ovoz bilan tushuntirayotganim sababi jahl qilganim yoki boshqa narsa emas. Men shunchaki esimdan chiqib ketmasligi uchun uverni bo'lib urg'u berib tushuntiraman. Bemalol savolinglar bo'lsa so'rashinglar mumkin. Demak, mikrofon so'raganlarga do'stlik berdim. Alaykum assalom, assalomu alaykum Labay. Aka, shu likvidliklarni yig'ilgandan keyin bironta likvidlikni yetsa, o'sha tarafga ketadimi yoki pastga tushadimi? Keling, shu mavzuda bitta keyingi mavzuda to'xtalamiz. Likvidnost bu keyingi mavzularimiz, bu alohida mavzusi mavjud likvidnost haqida. Chunki likvidnost haqida juda ham ko'p informatsiyalar bor. Kimdir likvidnost desa maksimumni tushunadi, kimdir minimumni tushunadi, kimdir ma'lumotdagi FVGni tushunadi, hamma har xil tushunadi. U haqida alohida mavzu bor va undan keyin sizga o'sha mavzuni tushuntirib beraman, maylimi? Sizga emas, opchiq hisobda hammaga tushuntirib beraman. Rahmat. Assalomu alaykum, menda ham savol bor edi. Alaykum assalom Labay aka. Kreditga o'zi yaqinda kirganman-da, shu umumiy shu faqat shu asosiy daromad qilib oila boqishga shu sohani qanday qaraysiz? Ancha shug'ullanib shu narmani bilgandan keyin shunaqa qilsa bo'ladimi? Yo qo'shimcha daromad bo'lishi shartmi? O'zingizda qanaqa ishlar bir aytsangiz yaxshi bo'lardi. Necha yoshdasiz aka? 30 yosh. 30 yosh tengdosh akamiz aka. Qayerda ishlaysiz? 95 ekansizda. 96 mi? Toshkentda ishlayman endi, paka endi ishlash joy bor. Agar ishlash joy bo'lsa, qanday qaraysiz shu misol uchun? ishlash joy bo'lsa,
Lutfi pakashda o'sha ishdan chiqmaganingiz ma'qul. Toki o'zingiz stabil daromadga chiqmaguncha. Men shuni Bu mani so'rayapman, stabil qachondir maslahat. stabilga chiqsa bo'ladimi? Zo'r o'rgangandan keyin. Mani endi 3 kunda stabilga chiqqan o'quvchilarim bor, 1 haftada chiqqani bor, 1 oyda bor. Masalan, 1 yildan buyon normalniy foyda qilsa ham, masalan, foydani ololmaydigan o'quvchilarim bor, minus qilib qo'yaveradigan o'quvchilarim bor. Lekin zo'r ishlaydi. Masalan, $100 $80 tashlab 1000, 7000, 8000, 2000, 3000 qiladi, chiqarmaydi. Bittasi вообще polshalik o'quvchim bor, $22000 foyda qilgan, lekin chiqarmagan. Tushunasizmi? Agar siz o'sha pulni chiqarish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, o'zingizga uверен bo'lib psixologiyasiz kontrol qila oladigan bo'lsangiz, ana undan keyin buni o'zingizga kasb sohasi sifatida qarasangiz bo'ladi. Joyi keladi, men minus yopaman, joyi keladi, foyda yopaman, joyi keladi, haftamni ham minusga chiqaraman, oyimni ham minusga chiqaraman. Tushunasizmi? O'shanisiga tayyor bo'lishingiz kerak va o'zingizga straxovkangiz bo'lishi kerak. Trading nima uchun men tekinga o'rgatyapman? Tushuntirmoqchiman. Hamma kurs qilib sotyapti. Ham foyda qilsanglar bo'ladi deyapti. Tushunasizmi? Foyda qilasizlar. Tradingni zo'r foyda qilasiz. Men sizga o'rgataman. Men strategiyam sotib olsanglar bo'ladi, 100% javob foyda qilasiz deyapti. Yo'q. 6 yildan men chidaman. 100% foyda yo'q. Tushunasizmi? Chunki siz bozorga qiziqmassiz, aka. Siz $100,000 tiqsangiz ham siz bozorga qiziqmassiz. Bittasi tanishim $1 million qiz bordi. Endi realni haqiqatni kimdir ishonsa ishonmaydi. Rahmat sizga. Oddiy $1 misol. ketdi, garchi. Oddiy misol, men screenerga kiraman, men bitta kompaniyani olib qo'yamiz. Market cap'iga qarang. Oddiy misol, mana bu men bilmayman qanaqa kompaniya. Prosta Agile Technology, Healthcare, ya'niki diagnostic research anaqalari bor. Bu healthcare, ya'ni sog'lomlashtirish kompaniyasi hisoblanadi-da sektorda. Industriya esa diagnostic research, ya'ni diagnostika uchun narsa ishlab chiqaradi, shunaqa narsalar qiladi. Оборотini ko'ryapsizmi, aka? 34 milliard. 34 milliard cho'nsi bitta kompaniya. Bu yerda xuddi shunaqadan 11007 ta kompaniya bor. Voy. Endi tasavvur qiling, 11000 da har birida 1 milliarddan bo'lgan taqdirda ham 11000 milliard bo'lyapti. Lekin mana bu yerda qarang, qancha summali odamlar bor. Tushunasizmi? 2 milliard, 34 milliard, 18 milliard. Men prosta tupa birinchi chiqqanini ko'rsatyapman sizga. Men birinchisi, mana bu yerda 550 bitta bor. Tushunasizmi? Oddiy misolda bizani summamizni bozor his qilmaydi, itib turib qo'ygan joyi bor. Qo'pol qilgan. Bilgan hech narsa emas tabiiyki. Rahmat sizga. Aytaylik, bozorning harakati mana bu yerdan boshladi va mana bu yerda tugadi. Bozor harakati boshlanganini ko'rdikmi, biz bozorga qo'shilishimiz kerak. Bozor sekinlashyaptimi, biz bozordan chiqamiz. Bozor harakati tugashidan oldin bozordan chiqishimiz kerak. Bu treyderning asosiy qoidasi. Bozorga qo'shilasan, undan oldin bozordan chiqib ketasan. Bu eng asosiy qoida. Bo'lmasa, shunchaki bozor qonuniy oladi. Mana shu narsa esingizda qolsin. Vaqtida chiqib ketishni bilish kerak ekan-da. Rahmat sizga. Bu ustoz necha oy bo'ladi endi kurs o'xshi? 1 hafta qilaman deb turibman. Vaqtga qarab inshaalloh ko'ramiz. Ketishga qarab, уже sekin praktika qilish kerak bo'ladi. Copy trade qilamizmi billa? Tashiyman, copy trade qilamiz, qo'shib billa soqa qilamiz, efir qilamiz kechki vaqt. Inshaalloh qalanlar ko'p qilamiz. Aktivga qarab inshaalloh. Sizga ham rahmat kattakon, joningiz omon bo'lsin. Copy trader qaysi yoqqa Qanaqa narx-navosi? Hozir 1 daqiqa. Firdavs nima deysiz? Copy traderda hozir XNS'ga qilmoqchimisiz yoki Val traderda? Ardamkida. Yo'q, Val traderda emas. Ha. Ko'ramiz. Biroq Val trader o'zi yaxshi, ozgincha vizadan chiqarish muammo bo'lgan Uzcardda fee bor, ya'ni kim to'lov qilish kerak bo'ladi. Komissiya bor pul chiqarishga. Shunga Val traderda Uzcard anaqa qo'yib qo'ygan, shart qo'yib qo'ygan, tipa komissiya shuni hisobiga Val traderda paka nima turibman, Val trader emas boshqa brokerdan qilamiz bahoni. Ko'ramiz, hali hamma sekin savdo qilishdan o'rganib olsin, sekin hamma bilan birga qilaveramiz, kelishib birlashib. Sizga aytaman. Mana boshida. Juda zo'r, agar o'rganayotgan bo'lsangiz juda zo'r. Lekin o'rta nima mantiq ketdingiz? Men o'shanga hayron qoldim-da. Araya. Sizda nima aytib ketdi? Ha, siz shu yerdami deysiz? Men endi keldingizmi deb o'ylayman. Ana shu bolada 22000 foyda qilib chiqarmagan bola. Mana Polshadan turib o'qigan masalan mana shu bola. Malada siz chiqib ketish kerak-da o'zi. Hamma tushunsin-da, risk qanchalik yomon ekanligini. Vaqtda pul chiqarish kerakligi, bilishi kerakligini.
Azam ham tiqsam bo'ladi, 5000 ishladi $100 bilan. Nima qildi? Hech narsa qilmadi. Tiqdi tiqadigan joyga. Aytdim chiqar deb, chiqarmadi. Xo'p, azabni nima aytmay o'zi mani aytdi endi. Ya. Endi hadeb azam aytavermay deyman-da. 100 ta odam necha o'zi mani aytapsan. Yaxshi. Xo'p, kimda yana qanaqa savollar bor? Savolinglar bo'lmasa dars tugatamiz. 1 soat to'xtovsiz gapirdim. Dars oxirigacha o'tirganlarga kattakon rahmat. Labay. Mana shu dars tugay bir hafta qilaman deyapsiz, bir haftadan Oy uzoq oxirida bo'lishi mumkin. vazifalarni beraman deydiz-ku. Bu vazifalarni qaysi tarzda bajarayotganimizga, qaysi tarzda bajarib bir guruh ochib qo'ysangiz, guruhga tashlab ketadi. Misol uchun siz oyni tekshirib berish vaqtingiz bo'lmaydi bu yerda misol uchun. Tushunadigan odamlar mana bu to'g'ri, mana bu xatoda bir-biriga o'rgatib ketsa foydali bo'lardi-da. Yo'q, to'g'ri. Prosta darslik masalasi bo'yicha hali uyga vazifa berganim yo'q, chunki tanishtiruv darslari bo'lyapti-yu hozirda. Tanishtiruv darslari bo'lyapti. Uyga vazifa как раз bugungi mavzu bo'yicha shamdonlar bo'ladi. Shamdonlarning turlarini topish va ular hosil bo'lganda bozor qanaqa harakat qilardi, nima bo'ladi, nima qo'yadi, mana shu narsalarni topib kelsanglar bo'ladi. Tak. Da, shamdonlar bo'ladi. Asosiy kanalga tashlaysizlar. U yerda Abdulloh yoki Firdavs bo'ladi. Men bo'lmasam ular ko'rib beradi. Agar ular ko'rish olmasa, men o'zim ko'rib beraman. Ya'ni kim shamdonning turlari. Mana bunday holatdagi shamdon qanaqa nazvaniya va shunaqa hosil bo'lsa nima bo'ladi va qayerda hosil bo'lsa qanaqa bo'ladi, o'shanaqa Googledan qidirsanglar chiqib ketadi. Bu narsa muammo emas. O'sha narsalarni topib, konspekt qilasizlar. Bitta qog'ozgami, varaqgami yozib, bloknotchalaringiz bo'lsa, bloknotgami yozib qo'rsanglar, o'shani rasmga tushirib tashlaysizlar. Kitob esinglarda qolish uchun. Ma'qulmi hammaga? Ma'qul. Bu shamdagi patronni deyapsizmi hozir? Hali patron deb chiqadi, shu narsami? Yo'q, faqat shamdon. Patron вообще boshqa tema. Men shamdon haqida gapiryapman. Patron вообще boshqa tema. Patron u shakl. Haligi engulfing narsalarni gapirdingiz-ku, asli ham shu narsami? Shamdonlar ketma-ketlik, ha. Engulfing ham shamdonlar ketma-ketlik. Bir-birini yutib yuborishi boshqasida. U ham anaqa. Xo'p. Xo'p, hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar, salomat bo'linglar. Voy, mana. Voy. Bo'ldi, короче, ushlayman, ilojim yo'q. Sizga ham rahmat aka. Salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar, Alloh quvvat bersin. Ertaga inshaalloh dars qilishga harakat qilamiz. Men yozaman, soat ichida dars bo'lishi kerak. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar, xo'p.